Salam do'stlar. Anglayotganinglar Aybar salonida ovoz qilib tayyorlangan nodir asarlar. Ana, meni o'ldiribdi. Dodam onam yana urushib qoldi. Onam dodamni talada o'lib qolasan deb tillidi. Dodam bu yerda mustalatingga qarab o'ltirganimdan talada o'lib qolganim ming yaxshi dedi. Ikkisi qattiq voqirishib, stokon va kuldallarni chiqishib, bir-biriga etishdi. Men qo'rqqanimdan eshikning orqaga mukib oldim. Ikki putum g'al-g'al titraydi. Ikkisi urushib bo'lganda onamning dardini mendan elib, meni urushi odatga aylanib ketgan edi. U urgandimi, undoq-mundoq emas. Ikki barmoq tomlig'idagi bambuk tayoq bilan dumbamga, putumga, yon pishimga kuchab uratdi. Men yig'lagan siri u teg'imi kuchab uratdi. Qo'li telib ketguncha, kuchab voqirganlikdan yuzlari qizirib, tishlari qosildab ketguncha uratdi. Bir tarafdan urib, yana bir tarafdan "Jenimga jafo solgucha, o'lsam bo'lmamdi. O, harom tamoqlar" deb tillaydi. Onam mening o'limimni tilaydi ekan. Men nimani xato qilganligimni hech bilmaydim. Onamning omroqligini keltirish uchun hamisha ehtiyot bilan avaylab ish qilardim. Onam televizor ko'rishga omroq edi. Shunga kartun film jidil qilmasdan un chiqamay uning yanida hamroh bo'lib ko'rishib berardim. U gulga omroq edi. Doimli pul yig'ib, uningga gul sovg'a qilardim. Onalar bayrami kuni edi. Muallimimiz "Analar bahli ulug', jafokash. Shunga bugun ananglarga gul sovg'a qilinglar" dedi. Hammamiz onamizga gul tayyorladik. Men cho'g'da qizil atirgul setib oldim. Yo'l bo'yi onam qancha xush bo'ladi deb, uning xushalligini ko'rishga oldirib, yugurib tugdak uyga bordim. Dadam uyga kirmas bo'lib olgandan boshlabla onam kulmas bo'lib qolgan edi. Gulni ko'rib, u cho'qim xushal bo'ladi, cho'qim kuladi deb o'yladim. Onam texi ishdan kelmagan ekan. Gulni tutib o'ltirib, uni saqladim. O kelishiga oldiga yugurib berib, "Ona, bayramingizga muborak bo'lsin" deb gulni sundim. U turib qoldi. Ko'zlari avval gulga, ondan mening ko'zlarimga kelib to'xtadi va qarashlari o'zgarib, g'azablangan holda qo'limdan gulni yulib elib, barglarini uzib, chuvib yerga to'kivatdi va qo'lida qilib qolgan gulning sepi bilan yuzimga kuchab urib, "Er kishining hech qaysi yaxshi nimalar emas. Hammasi mana shundoq aldamchi va shillamchi keladi" deb voqirashqa va to'xtamay yuzimga urishga boshladi. Atirgul sepidagi tikanlar yuzimni titib, qon teptishga boshladi. Dadam borgan siri uyga asosan qaytmaydigan bo'lib oldi. Uni ko'rmaganimga uzun bo'lgan edi. Biroq onamdan dadamning nega ketganligini, uning nemish qilayotganligini so'rashga petinolmaydim. Chunki dadam tilga elinsila, tayoq yeyishim aniq edi. Bir kuni qo'shnimizdan "Xon amma, onam nemishqa buncha qabi?" deb so'radim. Xon hammam ig'ir bir uxsinivatgandan keyin "Bechora bolam, onang bilan sen
Bəkmi şor peşana. Degeniçe beşimni sılap köz yeş kıldı. Huang ammamның deyişçe anam meni toğuş üçün köp azap tatqan iken. Toğutuduqan köp çıkıp gitip, operasiya qılaylı desi pul töleydiğen ve operasiyaga imza qoyup berdiğen dadam yeni de yok. Bek japa tatqan iken. Toğutdun keyin mu tüzügrek kütünemey, ya aram alanmay, qırqım toşqandıla meni yudib, aşxanalarda qaçı-quçı yuyup işligen iken. Keyin men yasliga kirdim. Andın mektepke kirdim. O'qish pulimni to'lash uchun onam kunduzi bir yerda, kechasi bir yerda ishladi. Qo'llarini qadoq besib, chochlariga oq kirib ketdi. Har qancha kesh bo'lib ketsa-mu, qanchalik charchab ketsa-mu, topshiriq ishlashimga hamroh bo'lib keldi. Demak, onam meni xeyli yaxshi ko'rdigan o'xshaydi. Biroq nemishqa? Emsi meni doim urdigandu. Hech aqlim yetmedi. Dadamning deyishicha, onam nervi kasalkan. Şoňa dadam emdi öýge qaytyp gelmeymiş. Emdi ula telefonda uruşydygan boldy. Onamning knopkalarının sırı düşüp ketken. Bekrek mecip basmasa, tüzüp işlemeydiğen, konrap ketken bir yan telefonu bar idi. Men o yan telefonun surat albumidin bir parça suratimizni bayqap qaldım. Suratda onam meni kötürüp durgan. Dadam onun möhrüsiga kolunu koyup külümsirep durgan idi. Bu suratda biz ne kadar baxtlik idik ha? Demek bu hayatımda muşundaq ıllıqlıqlamı bop beqip dikende. Onam hazır mı? Şu suratdikidek külümsirep durgan bolsa nemi degen yaxşı bolatdi. Bu köngülsizlikler tügmegen siri tezraq çoğ boğup, çoğ bulup, mustaqil yaşap, bu muhabbetsiz öyden çıkıp ketgüm keletdi. Öyden çıkıp ketsem la, toyaq yemeydim. Hazır men 9 yaşqa kirdim. Belkim yine 5 yıl, yoki 6 yıldan keyin. İş qilib hamon bir kuni men bu öyden çıkıp ketaman. Bugun qattiq qor yog'di. Mektep bizni qo'yib bergan edi. Onam ishga ketdi. Uyda yolg'iz zerikib, uni tepib o'ynash uchun tatmini aqtuvdim. Tatmida onamning yon telefoni bor edi. Onam uyda bo'lmagandan keyin telefonni o'ynab, qorda rasmga tushib olib, joyiga sep qo'yay deb o'ylab, sirtqa chiqdim. Dadam har qitim qor yoqqanda qaytib kelma. İkimiz billa qor bovay yasaymiz deydi. Lekin talay qorlar yog'di. O qaytib kelmadi. Bugun özüm bir aile kişilerden terkip topkan qor bovay yasab, suratga tatib olaychu deb o'yladim. Mahallamizdagi bir bovay meni ko'rib, iç og'irtgandek qilib, "Shuncha sovuqdimi, uyga kirib ketmadingmi? Voy bechora bola, to'nglab ketgansan-a?" dedi. Mening xushalligimni hech kim tasavvur qilolmaydi. Oppoq qorga purkangan kangri zimin mening uyimdimi bakrak illiqdek qiladi. Shundoq qilib, men xushal holda naqshi aytib g'ingshig'ash, qor to'pini yumla oltib, yo'g'on bir qor bovay yasashga kirishib ketdim.
Neşterdek soğuk yüzümge urulatdı. Qar gülleri qo'llarimda erib ketadi. Ammo men hech to'nglig'imni bilmaydim. Qor bo'yim pitib qelyotadi. Bu burni, avu ko'zi. Qaranglar, mavu echilgan qo'llari. Uzun vaqtdan keyin rasmga tortish uchun yonchug'imni oqtirganimda qo'qqonimdan to'g'ilib Anamning yon telefoni yonchug'imda yo'q turadi. Yuragim og'zimga kaplashib qoldi. Endi qanday qilaman? Jiddiylashganimdan va qo'qqonimdan yig'ilib va qo'llarim bilan qorlarni maltalashga boshladi. O'tinib qolay. Yon telefonni menga qaytarib bergin. O anamning yon telefoni. O meni urib o'ldirdi. Menga qaytarib bergin. Menga qaytarib bergin. deb so'ronglochi to'g'lab, yig'lab ketdi. Qo'llarimning muz po'chalari titibdi. Qo'llarim sovuq dastidan allaburun qetib, sezgisini yo'qotgan edi. Onamning meni uradigan koltigining azobi oldida qo'limning tatgan bu og'ir azobi hech gap emas edi. Yilqi boyi o'tib ketgan bo'voy mening oldirash bir narsa izlayotganligimni ko'rib, yugurib kelib izlashib berdi. Yon telefon tepilmagandan keyin "Hay, bechora bola. Sening boshqa qarindoshlaring yo'qmi?" deb ketdi. Kech kirdi. Men texcha yon telefonni izlayotdim. So'g'uq dastidan to'nglab qolayli dedim. Onam ishdan qaytib kelayli deb qoldi. Men texi tomoqmi etmedim. O herib içib kelib, tomoq tayyorlamaganligimni ko'rsa, teximi xafa bo'ladigan bo'ldi. Amalsiz uyga qaytib kirdim. Onam ishdan qaytib keldi. Birdamdan keyin qo'lida tayoq, ochiqdan qosh ko'zlari ostin ustin bo'lib, "Yonfonimni nega bordim?" deb to'g'lidi. Men bekli qo'rqib ketgan edim. Pang'ida yig'lab etdim. Bir og'riq chechimdan kirib, putimning tirnoqlaridan chiqib ketdi. Men tugashdim. Voqirsammo bu azobimni tingshorg'i atrofimda odam yo'q edi. Onam menga tunish bo'lib ketgan yilqi toyig'i bilan usti beshimga urishga boshladi. "Ana, og'rib ketdi. Jenim ona, urmang, o'tinib qolay. Oyjon, ona, meni urmang." Og'rib ketdi deb to'g'lab ketdim. Qarag'anda dadamning degini rost o'xshaydi. Onam rostdan so'rong bo'lib qolgandek turadi. Butun kuchi bilan meni urib, yuzlari qizirib, bo'yin tomirlari mo'niman deb ko'pib chiqib qolgan edi. Uning qon to'lib ketgan ko'zlari shu topda kinolardagi qonxo'r olvoslarni eslatdi. Men o'libli tugassam bo'lmamdi. Nimishqa o'lib qolmaydigandiman. İçimde eqiyotgan qonlarimmi og'rib ketyotdi. Go'shtlarim titilib, tomirlarimni uzilib ketayotgandek qiladi. "Ana, meni o'ldirib yetdim. O'tinib qolay." Onam to'xtadi. Meni urayotgan toyoqmi harakatdan to'xtadi. Men badanimni quchoqlab, tugilganimcha yerda isadab yotatdim. "Ana, qosog'im ichib ketdi," dedim
tezlikdə inrab durub. Köz yaşlarım məngzimni boylab iqib duratdi. Mən anam meni quchoqlab bag'riga bosudi deb o'ylagan edim. Biroq undaq qilmadi. Ko'zlarini chekchaytib, menga qarab qo'yib, suliyov plastir chiqib, badanimni quchoqlab tugilib yotgan shu holatimda yugab, ching choplab tengib, qimirlayanmas qilib qo'ydi. Men qarishlik ko'rsatmadim. Balkim taqdirim shundoqdir. Ba'zilar 90 yoshgacha yashay oladi ekan. Biroq men endi 9 yoshga kiribla o'ladigan bo'ldim. Rostini o'lib ketsam u yaxshi bo'ladi. Ondan og'ir his qilmaydim. Men endi onamga yolvurmadim. Vaqirmadim. Yavaşlık bilan qarishlik ko'rsatmay jim yotdim. O ko'z oldida qimir qilmay yotgan menga xuddi bir san'at asrini tomosha qilayotgandek qarab turdi. Orqadan suv ichib birdam orom elib, toyig'ini yana qo'liga elib, kuchab urishga boshladi. Tuyuqsizla ilqi oila surtimiz esimga kelib qoldi. U rasmni qishda tushgan edi. Dadam sirtdan ishlab qaytib kelib, onamga kiyim og'ish kelgan edi. Onam shu chog'da bak xushal bo'lib ketgan. Va bu xushal minutlarimizni xotirlash uchun bu suratga tushgan edik. Shu chog'da onam mag'zimga suyib, "Seni suyman qo'zam" degan edi. Rost, hali ham esimda. U shu chog'da haqiqatan shundoq degan edi. Onamning chiroy ifodasini ko'ramadi. Endi ko'rishga amalsizman. Shu chog'da kech soat 11 ga signal berdi. Onam meni yerdan bir eski lotini ko'tirgandek ko'tirib oldi. Ko'zlarimni to'limi tasdi etib, oxirgi butun kuchimni ishq silib, "Ona, meni o'jiramga akirib qo'ying. Sizni ko'rgim yo'q" dedi. Shundoq. Mening onamni ko'rgim yo'q. Muallim, sizlar quyosh, sizlar vatanning gulg'unchisi deydi. Bir qitim imtihondan tuvan numur og'inimda onam, otamlar yig'inidilar. Sovuqdoshlarimning va boshqa ota-onalarning oldidilar. Maykamni soldirib, oshqush bilan qo'zig'imni jijab, "Sendeki qonni men sana ato qilgan. Qinimni to'la. Sana to'lgan ajrimni to'lab ber" deb voqirib ketgan edi. Ona, mana hozli qoldi. Oz vaqtdan keyinla qiningizni qaytirib beraman. Yerim kecha. Uy ichi bog'olsiri muzlab ketyotdi. Uyqum kelyotdi. Balkim mushu uxlagan peti mangu uyg'onmasman. Shu topda ruhim mendan ayrilishga tayyorlik qilayotgandek qiladi. Charchigan, horg'on, azobni yetkich tatgan shu ruhim ketmoqchi bo'lyotdi. Muzlig'an, ko'kargan tinim bo'lsa,
muzdek pul ustida yotdi. Onam eshikni ochib kirib, mening nafsimni tinglab boqqandan keyin oxiri yig'ladi. O'g'lim! Canım o'g'lim! Degenicha echinishli voqirdi. Soqchilar va qonun doktorlari keldi. Kishilar uyimizning atrofini o'rib olibdi. Uzun zamonlar bo'lgan. Uyimiz bundoq obodlashmag'ili. Qarasam bir bulungda qo'shnimiz Xuan Hammam. Qutuldingmi bolam? Endi qutuldingmi? deb o'ziga so'zligili turibdi. Asli vaqa. 1-oyning 5-kuni Jiangsu o'lkasida 9 yoshli bir bola qor o'ynab etib, onasining yon telefonini yo'qotib qo'ygan. Necha soat izlab topolmagan va amalsiz uyiga qaytgan. Onasi ishdan qaytib kelib, bu ishdan xabar topgandan keyin bolani bog'lab, osh va suvsiz qo'yib, kech soat 6 dan yarim kecha soat 11 dan oshgacha kaltak bilan urgan. Herib kessa ormini elib olib, yana urishni davom qilgan. Atsi atiganda nepis ish kiyimi kiygan bola shu bog'liqlik holatida muzdek yerga choplashib yetib, mangulik ko'z yumgan. Mazkur asar shu rost voqeani asos qilib turib, badiiy vositalarni qo'llanib yozilgan. Xotima. 1-oyning 8-kuni qor erib, elqi jonga zaman bo'lgan yon telefon tepilgan.